Assalomu alaykum. Bu darsimizda demak backgroundimizni harakatlantirish ko'rib chiqamiz. Nima background harakatlantirishimiz kerak? Chunki playerimizni yugurib ketayotganlik fichasini ko'rsatish uchun bizni playerni harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Ayni paytda mana hozir qaraydigan bo'lsak, cube bu yerda bo'lmaydi. Cube men просто test uchun qo'ygan edim. Mana player orqasidagi background harakatlanyapti. Mana ko'ryapmiz. Vaholanki playerimiz joyida turibdi mana. 0 2 da y axis, ya'ni x bilan z o'zgarayotgani yo'q. Mana ko'radigan bo'lsak, bu bizga xuddi player harakatlanayotganlik anaqasini beradi. Vaholanki orqadagi background harakatlanyapti. Ko'radigan bo'lsak, backgroundimizning x axis o'zgaryapti, ya'ni undan chapga. Lekin backgroundimiz tugab qolyapti. Agar e'tibor bersanglar, mana tugaydi. Davomida ju background chiqmayapti. Bu narsa albatta noto'g'ri. Background doimiy orqada harakatlanib turishi kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buni bir qancha yo'llari bor, yoki backgroundni har safar spawning qilish kerak bo'ladi. Destroy spawning. Lekin bu biroz unaqa optimal yechim emas. Har safar bitta obyektni o'tib ketgandan keyin destroy, yana spawning, yana destroy qilsak bo'lmaydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l bu backgroundni qaytadan pozitsiyasini orqaga qilib qo'yish va yana uni harakatlantirishni davom ettirish. Bundoq keladi. Tugaganidan keyin yana biz orqaga qo'yib qo'yamiz. Shu tarzda qiladigan bo'lsak, demak to'g'ri yaratgan bo'lamiz background featureni. Endi bu yerda muammo shunaqaki, bu to'liq o'tib ketgandan keyin qarasak, bu yerda ochiq joy qolyapti. Keyin yana qo'yadigan bo'lsak, bu yoqqa o'rtada qanaqadir qism ochiq qolib ketadi. Bu bo'lmaydi. Bu narsa noto'g'ri. Shuning uchun u qanaqadir nuqtaga yetganda sraz yana bu yerga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi-da. Qanaqadir nuqtaga yetganda. Uni qanaqa qilamiz deyilsa, biz o'sha qancha unit harakatlanayotganini tekshirishimiz kerak background. Agar yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, bu backgroundimiz takrorlanyapti. Ya'ni o'zi backgroundimiz 45 anaqada turibdi. Positionda x axisda 45-unitda turibdi. Playerimiz 0-unit. Background 45-unit. Yaxshilab qarasak, mana shu backgroundimiz o'rtasi bo'ladi. Chap tomoni bilan o'ng tomoni bir xil. Ya'ni bitta rasm 2 marta qilingan. Mana sprite renderer bosadigan bo'lsak, mana bu png fayl. Buni o'sha rassomlar bitta rasmni ikkita duplikat qilib yonma-yon qo'yib, bizga anaqa qilib berishgan. PNG qilib berishgan. Ya'ni o'sha developer o'zi xohlagan maqsadda foydalanishi uchun qulayroq qilib berishganda, bitta rasmni ikkita qilib. Endi mana o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, taxminan mana shu qism, mana shu qism o'rtasi bo'ladi-da. Bundoq qaraydigan bo'lsak, 11280 ekanda pikseli. 11280 ni yarmi, misol uchun hisoblaydigan bo'lsak, 11280 bo'lingan 2 qilsak, mana 5640, ya'ni 5640-piksel. Bu yerda endi o'shancha anaqa bor-ku, 11280 ta piksel bor-da bu rasmda. 11280 ta pikselli yarmi mana shu nuqta bo'lyapti-da. Yo biz piksel bo'yicha tekshirishimiz mumkin yoki collider bo'yicha tekshirishimiz mumkin. Buning uchun nima qilinishi kerak?
xullas umumiy bundan keyingi darslarimizda biza demak playerni harakatlantirish ko'rib chiqamiz. Shu tartibda mana to'xtamasdan harakat qilish kerak bo'ladi. Shu narsani biz bu darsda ko'rib chiqamiz. Demak, osonroq varianti Pixeldan ko'ra Collider orqali tekshirib olish ancha qulay va oson bo'ladi. Buning uchun o'sha backgroundimizga background obyektiga Collider qo'shamiz. Box Collider move up. Box Colliderimizni mana qo'shdik, agar e'tibor bersak, mana yashil Collider qo'shildi rasmga. Box Colliderimizni razmeri 112.8, ya'ni mana shu rasm 112 ta unit bosib qamrab oladi. 112 ta unit. Agar katelani sanab chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda kichkina katela bor. Yaxshilab yaqinlashtirsak ko'rinadi. Mana ko'ryapmiz-ku kate. Mana bu kate 1 2 mana shu hamma kateni sanab chiqadigan bo'lsak 112 ta chiqadi. 113 ta katedan ozgina kamroq 112.8. 113-oxirgi katagimiz 80%. 112 ta katedan iborat ekan. Mana shu demak endi agar skriptimizni ochadigan bo'lsak, u mana harakatlanyapti. Biza faqat yangi skript yaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, anaqani backgroundni qaytadan positionini to'g'ri setup qilish uchun. Shuning uchun mana script folderini ichida new script ochamiz va uni nomini repeat background deb nomlaymiz. Repeat background. Va bu skriptimizda backgroundga berilishi kerak bo'ladi. Oxiriga D qolib ketibdi. Shuni o'chirib qaytadan yarataman. Va background obyektimizga mana shu repeat background skriptini beramiz. Skriptimizni ochib, ichida demak boyangi logikamizni yozamiz. Demak, menga birinchi o'sha anaqani nima deydi, background yana joyiga qo'yib qo'yish uchun menga aynan mana shu 45.9.5 to'g'ri degan pozitsiya kerak. Chunki bu backgroundimizni boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Mana shu vektorlar. Bu narsalar menga kerak. Mana shu boshlang'ich vektor nuqtasini olib olishim uchun demak bu yerda mana biz yozib olishimiz kerak. Private vector 3 start position deymanda startni olib olaman. Start teng transform dot position. Public qilib tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Save qilamiz. Mana repeat background skriptimizda demak bizda start position turibdi. Boshida bu 000 bo'ladi. Apply'ni bosganimdan keyin mana bu 45.9.5 to'r bunga kelib tushadi. Chunki xuddi shu narsani startda yozdim. Boshda 0, mana play'ni bosamiz. Keyin pauza qilib tekshiramiz. Mana 45.9.5 to'r oldik biz. Bu nima endi o'zgarib ketdi desa, chunki bu chapga harakatlanyapti-yu, shuning uchun x o'zgarib ketaveradi. Lekin uni boshlanish nuqtasi nima edi? 45 edi. Play'ni bosganimizda mana shu qiymatlarni biz olib oldik. Mana 45. Bu narsa nima uchun kerak menga?
aynan yana mana shu nuqtaga qaytish uchun 45 ga qaytishimiz uchun mana misol uchun buni yana 45 qilib qo'ysak, u yana boshlang'ich nuqtasiga qaytadi. Shunda bizda o'sha infinite to'xtamasdan harakatlanishi bizga yaratsa bo'ladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz oldik. Update ichida tekshiramiz. If transform dot position dot x deyman. Start position dot x minus 50 deyman, taxminan 50. Va shunda transform dot position start position bo'ladi. Endi shuni test qilib ko'ramiz yozgan skriptimizni. Play qilaman. Mana ko'rayotgan bo'lsak, backgroundimizni qaytadan nima deydi? Harakatlanyapti. Ya'ni boshlang'ich nuqtasiga qaytib qolyapti. Lekin bu yerda uzilish bor. Bu ko'zni charchatadi. Bu juda ham noqulay. Bu bunaqa o'ynab bo'lmaydi. O'sha orqaga qaytishda bizda sezilmasligi kerak-da, sezmasligimiz kerak. Uni qanaqa qilib qilamiz deyiladigan bo'lsa, boya mana box collider qo'shdik. Biz bu yerdan mana shu anaqa qancha unit olayotganini, nechta unit olayotganini biz tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni 112.8. Mana shu 112.8 ni yarmi o'tganda bu yana joyiga qaytib qolishi kerak. Bo'lishi kerak edi o'zi aslida, ideal case'da. Shuning uchun biz yana ozgina bu logika to'g'ri emas. Bunaqangi qilib tekshirish. Balkim biz box colliderdan size orqali qiladigan bo'lsak, bizga to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bu yerda men yana private float deyman. Repeat with ga biza anaqani olamiz. Box colliderdan razmerni olamiz. Get component box collider dot size dot x deymanda va buni 2 ga bo'lib olaman, chunki bizga yarmi kerak bo'ladi. Va transform position dot x buni o'chirib tashlaymiz. Start position dot x dan ayiraman repeat with va save qilib tekshirib ko'ramiz. Mana endi umuman bilinmayapti. Singa qaytadigan bo'lsak ham bilinmayapti. Endi bu narsani matematik tomondan tushuntiriladigan bo'lsa, mana tasavvur qilaylik. Biz hozir bizani mana backgroundimizda 100 ta unit olganda, 100 ta unit joy olgan. Tasavvur qilaylik. Transform position 50 turibdi, to'g'rimi? Mana mana shu yerda bitta nuqta bor. 50 nuqta. Bu anaqa to'liq harakatlanadigan bo'lsa, ya'ni mana shu nuqtaga kelganda bu yana orqaga qaytib qolish kerak deb bundoq yuradi. Masjidga o'rtasiga kelganda yana orqaga qaytib qolish kerak. Shunda biza agar hozir tasavvur qilaylik 50-chi unitda turgan bo'lsa, x aksisi bo'yicha 50-chi unitda transform. Mana shu pozitsiya 0 ga kelganda bu yana 50 ga qaytib qolish kerak, to'g'rimi? 0 ga kelganda 50 ga qaytib qolish kerak. Shu narsani biz yozdik. Shuning uchun biz umumiy razmerni 2 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda
100 2 ga bo'lsa 50 bo'ladi-da. 50 ta unit tushirilsa, u yana 50-unitga qaytib qolishi kerak. 50 ta unit tushirilayotganligini qattan bilamiz, uning uchun tekshirishimiz kerak. Ya'ni umumiy общий unitni 2 ga bo'lib tekshiramiz. Xuddi shu narsa biz bu yerda yozganmiz skriptni. Repeat background oladigan bo'lsak, bizda faqat endi 100 ta emas-da. Endi bu yerda ideal case background 100 ta unit joy olgan. Biz qattan bilyapmiz nechta unit joy olganini sanab chiqmaymiz-ku, bittalab kattalarni. Background box collider qo'shsa, bu yerda size ni ko'rsatgan mana 112.8. Mana shu 112.8 ni biz 2 ga bo'lib oldik. Agar qani repeat background ni public qiladigan bo'lsak, save qilaman. Mana bu yerda mana box collider size 112.8 ni 2 ga bo'linganini menga berib yubordi. Mana play qiladigan bo'lsak, bu yerda mana 56.39 turibdi-da. 39 degani 56.4 degani. Endi 56.4 ni ko'paytirsam 2 ga, mana 112.8 bo'ladi. Bizda box qoladi 112.8 edi. Xuddi mana bu yerda 102 ga bo'lib oldik-ku. Qani mana bu ko'rsatgan 100 ni 2 ga bo'lsa 50. 50 ta unit yurganini tekshiramiz-da. Agar 100 ta unitli bo'lsa rasmimiz. Bizning rasmimiz 112.8 ta unit. U nechta unit yurayotganini qatdan bilaman. Общий unitlarni 2 ga bo'lib olaman. Shunda men transform position.x qachonki 56.4 ta unit yursa chapga, u yana nimaga qaytib qoladi? Transform position. Boshlang'ich nuqta 45 edi. 45 ga qaytib qoladi. Qachonki 56.4 ta unit chap yurgandan keyin u yana 45 ga qaytib qoladi. Shunda biz bundoq yuramiz 56 ta. Agar yaxshilab buni matematik tomondan hisoblasak ham bo'ladi. Mana 45 dan ayiramiz 56.4. 45 ayru 56.4 barobar -11.4. -11.4 mamga qo'yadigan bo'lsam, mana shu nuqtada, mana shu nuqtaga kelganda to'liq tugagan bo'ladi. Ya'ni 56 ta unit yurgan bo'ladi, yana qaytib 45 ga qaytib qoladi. Biz faqat mana shu 11.4 degan narsani matematik tomondan hisoblab oldik. Shu narsa bu yerda yozilgan edi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Darslarni kuzatishda davom etinglar. Biz keyingi darslarda boshqa qismlarni ko'rib chiqamiz.